qanaqa kelib ketadi. U sizni qanaqa kelib ketishingiz haqida u sizning muammoingiz. U joyda ayollarning haq-huquqi haqida gapiradi. Sizga ishonib turmushga chiqdi o'sha ayol. Meni himoya qiladi, menga qaraydi, moddiy, ma'naviy hamma tomondan ta'minlaydi deb turmushga chiqdi. Endi aytish mumkin kimdir? Biz shuni qilaylik deb ketyapmiz. Xo'p, lekin o'sha shariat ayollarning haq-huquqini ehtiyot qilish ma'noda, yana chuqurlashadigan bo'lsa, o'sha ayollar aynimasin degan ma'noda, qiynalmasin degan ma'noda o'sha hukm chiqarildi. Iloji boricha shundan uzoq vaqtlarga tashlab ketmaylar. Bu faqat hayot moddiyotdan iborat emas-ku. O'sha joydan $300, $200 jo'natib qo'yapman deb. Xo'p, jo'natib qo'yayotganda. To'g'ri hammalar emas, ba'zi birlar qo'shtirnoq ichidagilar. O'sha joyda yomon ayollar bilan yurganlar, o'sha joyda vaqtincha uylanib olgan erkaklar, bu yerdagi ayoli nima bo'ladi? Qo'pol qilayotganda o'sha joyda zino qilib yurgan, haromdan qo'rqmayotgan rasvo bolalar. Bu joyda uylanib ayolni tashlab ketgan. U zinosini qilib yurib yoki vaqtincha uylanib olib hojatini ravo qilib yurib. Bu yerdagi ayoli